Hammalarga assalomu alaykum bo'llar. Sizlar bilan doimgidek men o'sha Realist PUBG va bugungi videomizda Tobushda akkauntlar obzor bo'ladi. Agarda videom sizlarga yoqsa, videoga bittadan like bosib, kanalga esa obuna bo'lishni unutmanglar. Hammasi videoda boshladi. Release. Hop, mana biz birinchi akkauntimizga ham kirib oldik. Bu akkauntimiz o'zi ko'rib turibsizlar, sal-pal donat qilingan, sovrin yo'li olingan, o'tgan sezon sovrin yo'lisi. Keyin Mythiclar bu sezonda ham sovrin yo'li olingan ekan mana. Hop, Pogana legendarniy. Keyin mana spinlarni anonsi bor ekan kiyimi. Pogana default. Kaskalardan bitta Mythic kaska, keyin mana nima bir seti. Korоче, kaska, keyin Lady kaska bor ekan, qolgani oddiy. Kallalardan ozginagina Mythiccha va mana sochlar olingan ekan. Hop, pastiga tushirsak, pastda ham hech nima yo'q. Ochkilar default. Yuzlar default. Total tipasitlar. Bitta mana TDM sit bor ekan. Keyin oddiy sumkalardan 3 ta Mythic, mana o'chiryaptilar biratan. Mana sumka bor, keyin $3 Dano haddoq qaytganligi uchun oddiy oyoq kiyimlar yo'q. Оружияларdan keyinroq keljatini ko'ramiz. Hop, mashinalardan UAZga 2 ta, 3 ta, mototsiklga bitta, bagi metta 2 ta, bitta. Keyin metta mana uning avtobusga 2 ta, mana Bigfootga bitta, aeroplanga bitta. Keyin bitta avtobusga bitta. Emotsiyalardan kelganmiz. Emotsiyalar oddiy so'ri yo'li, erpin emotsiyalari. Zo'r emotsiyalar yo'q. Hammasi oddiy liqilloq emotsiyalar. Robotcha yo'q. Parashyut. Parashyut deb mana parashyut bor ekan. Bular oddiy. Samolyotga kelganmiz. Samolyotdan erpin samolyotlari. Granata mana zo'rlari bor ekan. Lekin keljatmas. Orqa fon bitta Mythic. Hop, endi inverter kirgan bo'lsa 5 ta moto, keyin hech nima yo'q-ku. Hech nima yo'q. Yuzlar hech nima yo'q. Endi akkaunt kolleksiyasini ko'ramiz. Kolleksiyasi 42. Endi prokachkalarni ko'ramiz. Prokachkalardan mana bor, full qo'yilgan. Full emas ekan, 2 ekan. Keyin pistalcha bor, 1 Dravash full, mana 1 DP full, Skоворodka full, keyin Thompson full, 24 UMP2, 13 ta оружие bor. Hop, birinchi akkauntimiz shular edi. Endi davay ikkinchi akkauntga o'tamiz. Release. Mana bo'llar, biz ikkinchi akkauntimizga o'tib oldik. Ikkinchi akkauntimizda level 70, kolleksiyasi esa kolleksiya berkit qo'yilgan ekan. Hozir kirib ko'ramiz. Kolleksiya, hop. Kolleksiyasi 48 ekan. Kolleksiya tak normalniy 48 kolleksiya. Akkaunt o'zman orqa garaj shu holatda. Ikkita o'tgan sezonda sovrin yo'llari olingan. Default oddiy erpin Mythiclari. Keyin mana sariq kiyim olingan. Keyin yana qanaqa kiyimlar bor? Keyin mana Amerikan kiyim bor ekan. Mana Viktorlarning kiyimi pulemyot olib yuradiganlar. Qolganlar oddiy. Endi kaskalardan Lednik kaska, 50 ta Mythic kaska bor. Boshdan normalniy. Bitta mana qizil sochcha bor. Keyin mana u bor ekan mana.
yashil. Soch ochkilardan bo'llar, ochkilardan albatta mana bu qizil lenta bor. Ikkita yana kamiga, keyin vторжение maska. Hop, qolgani oddiy bo'lsa kerak. Da, qolgani oddiy. Pastki setdan kapitan setda shtoni bor. Judayam balganlar bilan zo'r set. Hadok bu, hadok uncha zo'r bo'lmay qoldi. Hammada bor hozir hadok. Oyoq kiyimlardan ishtama yo'q, оружияларdan. Daykillar оружияларdan. Hamma оружияga bu, оружияларdan davay uni kuchaytiradigan prokatchalarni ko'ramiz. Hop, bo'lmasa 40 ta оружияda mana UAZdan ikkita, tomi yo'q UAZdan bitta, sedan bitta, motosikl ikkita, bitta mana yonida balachasi bor bitta, bagiga bitta, keyin mana Livikda bagiga yana bitta. Boshqalardan bitta, aeroplanga bitta, keyin mana avtobusga bitta. Emotsiyalardan mana sovri yo'lning emotsiyalari bor. Ochilmabdi. Voronning emotsiyasi bor. Mana. O'ngisiga ham tushib qolgandi menimcha. Mana Honor Ultimate emotsiyasi bor. Qolganlari Airpenniki. Keyin mana avvalisiga chekka emotsiya bor, zo'r emotsiya. Keyin mana nima? Keyin mana shunaqa emotsiya bormi? Parashyutlar mana 3 burchak parashyut bor, qolgani oddiy. Glayderlardan Voronning glayderi bor. Bu ham o'ngisiga tushib qolgandi. Zo'ran qaraylar. Hop, endi qolganlari menimcha qiziq emas. Mana samolyot bor. Samolyotdan bari Airpen samolyoti 6 ta samolyot bor ekan. Hammasi bo'lib granatalarda bor. Granatalardan kuchaytirilgan kiljatli granata yo'q. Orqafon yo'q orqafon. Qolgani menimcha hech kimga qiziq bo'lmasa kerak. Qolgani oddiy narsalarda. Endi invertorda ikkita material, hop, 5 ta mini material. Yana nimalar bu? Yana lobbilar bor, bo'ldi boshqa ishtim yo'q menimcha. Da. Endi yuzlardan ochilmagan, hech qaysi sochdan ham ochilmabdi. Endi va nihoyat eng zo'r joyi kuchaytirilgan prokatchalarni ko'rib chiqamiz. Dravashga full, dipa full, skorotka full, skarl full. Yana qaysi? M24 4-chi level. Zo'r. Biz deyarli hammasi kuchaytirilgan. 11 ta оружие bo'lsa, bir 6 tasi yo 5 tasi kuchaytirilgan. Da, skorotka kuchaytirilmagan ekan. Hop, biz menimcha hamma narsani ko'rdik. Mana garajni ko'raylik. Mana garaj mana shu holatda. Count normal. Endi Airplan ko'raylik. Airplan ko'rmabmiz. Boya birinchi akkauntda Airplan ko'rmabmiz. Esda yo'q. Mana S2 dan o'ynalgan, S3 dan Airp full so'rab kelyapti. Biz ham Airp so'rab olsa zo'r bo'ladi. Hop, mana biz bu akkauntni ham ko'rdik. Endi keyingi akkauntga o'tamiz. Qanaqa? Release. Hop, bolalar, bizda oxirgi 3-akkauntimiz. 3-akkauntimiz level 69, kolleksiyasi esa 51 ekan. Invertorga kirayotganmiz. Mana bu sovrin yo'lda kiyim olingan, vторжение bor. Keyin mana shu sezon sovrin yo'llari ham olingan, zo'r. Airp full. Yana menga yo'qaydigan mana kiyim bor, zo'r kiyim bu ham. Hozir sizlarga keyinroqda seriyasi beraman. Keyin mana 2-sezonda kiyim bor, buni ham bilganlar biladi, dahshat kiyim. Hop, keyin yana pastroqqa tushayotgan bo'lsa, pastroqda keyin qolgani oddiy kiyimlar. Kaskalardan 2 ta mifikaska, keyin bitta muzli lednik kaska bor. Qolganlari Airpeniki shunaqa keslardan tushib qolganlar. Boshlardan mifiklar kutib olib bizda kirganimizda Airpen boshlari, qolganlari oddiy. Da mana sizlarga mana boya aytganim.
mana shu kallani kiygizib keyin bo'yagan sizlarga aytgan set mana qarang. Zo'ra lednikcha bilan oy. Menga yoqaman. Boshlar oddiy. Endi ko'zoynaklardan hech nima yo'q-da. Yuzlardan ikkita mifik, keyin mana ikkinchi sezonda yuzi. Da. Joker bashara. Endi tipa setlardan TDM'chek set bor. Обязательно. Hop, endi pastroq ekanmisa, boshqa yo'q bo'lsa kerak. Da, boshqa yo'q. Sumkalardan ikkita mifik sumka, qolgani RP keyslardan tushib qolgan sumkalar. Da. Endi pastki setdan normalnisi yo'q. Oyoq kiyimlardan ham yo'q. Endi orужиyalardan lednik bor. Keyin mana 406 bor. Nomini bilmayman. Lednik ochilmayapti. Keyin mana Musor 406 bor. Da, 3 ta 406 ga skin bor. AKMlardan, M16lardan. Davay men bittalar ko'rsatmayman-da mana. Deyarli ko'p orужиyalarga skinlar bor. Hamma deyarli. Hop, endi UAZdan bitta bor, keyin tom yo'q UAZdan ham bitta bor. Zidandan bitta bor. Hop, mototsikldan 3 ta bor. Yonida valechasi borda yana 3 ta bor. Keyin bagidan 3 ta bagiga skin bor. Lotkadan bitta bor. Keyin boshqa degan joyda avtobusga 2 ta, keyin mana Bigfootga bitta, aeroplanga bitta, keyin tankga bor. Tank ochilmayapti. Hop, invertor kiritganmiz. Invertorda bizda bitta nima deydi? Moneta bor, короче, keyin 2 ta qizil kristal, keyin yana bizda mana premium keyslar bor. Qolgani chanolar bor, nima deydi? Lobbilar bor. Hop, yuzlardan ochilmagan yana, soch ochilmagan. Hop, yana nima qoldi? Endi orужиyalarga o'tamiz. Orужиyalardan mana bizda 14 ta orужие bor. Bundan mana Scorpion 2, DP1, Uzi kuchaytirilgan, Uzi full. Bizon 2 da og'iz ochilmayapti, okey. M24 Tour 406 esa Tour. Da, 406 ham Tour, lednik. Emotsiyalarga kelganmiz. Hozir mana sizlarga emotsiyalarni ko'rsataman. Emotsiyalardan Vторжение emotsiyasi bor. Keyin mana qaraymiz. Ana emotsiya bor. Qo'lni o'sha orqasida yopinchiq paydo bo'layotgan. Keyin Joker emotsiyasi bor. Keyin Frown xotinning emotsiyasi bor. Qolganlar RP'niki likil o'ynaydigan. Mana qolganlar RP'ning emotsiyalari. Qolganlar shu oddiy default. Parashyutlardan shurchi parashyut bor, qolganlari oddiy. Robotcha yo'q, glider yo'q, samolyot yo'q. Samolyotlar ko'p, lekin RP'ning hammasi lekin ko'p. Yaxshi. Granatalardan bitta kilchatli granata bor, o'zida kilchati. Da. Orqafonlardan bitta orqafon bor ekan, mana qorli orqafon. Keyin mana u arenani animatsiyasi bor. Viktor bilan Saraniki. Keyin qolganlari oddiy. Da. Qolganlariga qiziqmas. Keyin bu taraf, ya'ni garaj. Garajda oddiy. Oddiy emas, nima? Oddiy degan so'zga urgan qopman. 4 yil oldingi akkaunt. Daraja Kalisas 51. Da.
Yana nima qoldi? Yana nima ko'rsatmadim sizlarga? Asvasterga chiqib qo'yilgan akkaunt ekan. Zo'r. Hop bolalar, bugungi videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Agarda videom sizlarga yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga esa obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Sizlar bilan Release PUBG bo'ldi. Agarda shu videoda shu akkauntlardan bittasi sizlarga bo'lishi mumkin. Ya'ni Karach, pashonlar.